Emdi kelib ya zahron ko'tsina. Gülep ketganda o'lik olmuş gibi. Hey, hayvan, nimda olsa? Dudak. Ha, balam keldingmi? O, Mana her gün tamakka kelishni hargiz unutib qo'ymaysan, ha? sizdan beni bek çoğunlukla acınızga cevap qaytirib olmayapsam, bu qanchalik işte. Siznicha peşim gelip kütelsem arzisiz. Apang tugab ketgandan keyin o'zing hijlab qoldingmi? Sen uyni ayirib chiqib ketding. Gerçi men sana o'gay bo'lsammi, bir oylik ishlar bo'lgandan keyin biz hammamiz birga turgan bo'lsak pek yaxshi bo'ladi bola. Ya akang sening dilingga azob beradigan bir qiz gapni qilib qo'ydimi ya? Vay ya tağa, akam bana vurundulam amrak tursa. O herkes onda kılmaydı. Bu da şok cuma. Emiz neymiş ki meni 20 yılın yağı bir hakitim bo'lsin dada deb chaqirib qo'ymaysan. Lekin apang har doim menga balimizdek kichikligidan shunday qilyotdi. Hergiz ko'nglingizga olmang deb mendan kechirim so'raydi. Degina, sen hozirmi kichikma? Ne keçirim? Dada. Rahmat balam. Meni orzuyum oxiri amal toshdi jinim balam. Ben küçüklük kalktım. Dedim balam. Göz balsa miyat qilib, haq yitlab kelga yetimlikdan bag'ri bosib turibdi ya dadam. Agar apang hayot bo'lgan bo'lsa, qancha qo'shib ketdi. Ha? Apang mening xizmatimni 20 necha yil qilgan. Lekin u hayot vaqtida men uni hech nima qilib bermadim. U haqiqatan mehribon, itoatchan, yuvosh ayoldi. O yuvoshligidan o'g'limni bir yig'izda o'yib bering deb og'zidan chiqarmagan. Ana. Bu nemin aşkı bu? Nemenin açmışı deysen bu. Sen ağanın öyünün açmışı. Dada, bu kıl soğuğunuz pek çok tuttu. Bana tigil oldu. Ben sizden beni bek çok ve acınız cevap baytıramayasam bunu kabul kılamaydım. Rahmet. Ha. Yalganda yaxshi odam qilib kirib olmay, natijamga ko'l qo'yni ochishni bergandiki, ammamsa, ayni vaqtimcha opang dadamga bekor teggan. Ertaga to'y qilib qolsam, oltindan, puldan g'am qilmayman deb tekkan. Nimandaq gap qilsa? Aka, dedim o küçüğümden tatip apamdan bana az azar vermeden. Hem de olsun bu ketkerden keyde hakaret bulma. Apamdan çok ondak niyet yok. Qo'qutun uylab ketibmi? Dadamdan tushib kirib olib, sana uy og'isa o'xshaydi. Bir aynan yağı kelişinmiş o. Emdi kelib ya zahron ko'tsina. Sana mening puldan bayliq basma balamda. Qarag'ani men yot odam bo'lib qolibman-da. Bo'pti. Uylab ketgandami o'lik olmuş gibi. Hey, hayvan, nimda olsa? Dudak. Yaxshi, u yerni bek yaxshi o'ynabsizlar. Bo'lsa, uylab ketishdan burun vasiyat qoldirib, butun mol-mulkingni musho yetimga qoldirib qo'yib ketasa. Sening mendek balang bo'lmagandikan, yo'qol. Derhal yokan, közedi yokan. Bo'pti, bu yetimagin deb men do'konimni qo'g'latsan ku. Bo'pti, bugundan boshlab mush sening balang bo'lsin. Mening sendek dadam yo'q. To'xta. Yaxshi bo'ldi da. Ay, yaxshi balam, yaxshi. Men bilan bana Nega? bağını bilse. Şurada. Aldığın kapta dadam yoklap kelgen vaqtimda dadam xalqaro cho'ng bozorining oldiga Baxtiyor oltin zibznat soat shaharchisi deb bir yap qurilib yutibdi. Akang ya bir ishning peshini tutmadi. Ya unan yaxshi o'rganmadi. Ashadan do'kon appasam, ashun ijaraga berib bo'lsinmi? Jinini jannatsun deb mana shu maslahat atildi. Men qarsam bu yerning o'rni haqiqatan bek yaxshi-ki. Dadam sening nomingda ikki do'kon setib oldi. Dada. Ha, Do'konga shuni jamon demabsan ku. balam. Men seni tuyuqsiz hoş qilib deb demagan. Sen o'ylab bak. Agar mening niyatim boshqacha bo'lgan bo'lsa, men mush ishlarga o'zimning ishi kuchiganda kuchab ketamdim ha. Agar opamning niyati boshqacha bo'lgan bo'lsa, dadam mushda ishki dukkan bir uy setib olganda pulni to'play olardi. Dadamning menga uy yapaganda mening xabarim yo'q-ku. Lekin sen xotirjam bo'l. Men bugun bu ishlarni tugatib, uyning nomini senga o'tkazib beraman. Ya, bununla ben koşulmayayım. Bunun apisi benim hizmetimni 25 yıl kıkımın altında. Bunu ben üyetmeyenim hiç kaçlık erzimeydi o. Eğer sen öyünün namını onu üyetkeperdiğin olsan ben senden her sıra demezsin. Oğlum senin apağın baldır ketke. Yoğa ben senin yetimçilik tatlısın da balası var kutunu alsam benim balamı anılık mekrini verdi o de oylap bunun apısını ben toykakan edim. Bunun apısı sizler anılık mekrini vererli de. Lekin sen onu herkes kabul kılanmadan.
Mening sizlardan kutadigan boshqa orzuyum yo'q. Men hozir yashinib qoldim. Mening birdan-bir orzuyum jinim bolalarim. Mushu ikkilar bir qo'saqda yotgandekla bir-biringlarni hurmatlashib, bir-biringlarni aniq etib, bir-biringlarga mehringlarni berib o'tsanglar. Men shuni xo'sh. Bo'lmas ko'zim o'chib ketibman balam. Aka, 20 neçe yıl oldu. Biz bir anının kılıda tuzlamak yap çoğun bulduk. Hem de olsun beni yat gömüye. Olmaz dadam aytqandek, keyin men mi yağız kaldım ha? Sen mi yağız kaldın? Balalarim, inan o'tinglar qo'shib qilay. Men sizlarni hech nima talab qilmayman. Meni kechirgin ukam. Meni kechirgin dadam. Dadam algan dükkanın birini sen açqan ukam. Birini men açay. Men mo o'ynab yurib zagarchilikni yaxshi o'rganamman. Sen dadamdan yanında izchil turib, dadamdan put, qo'llab kelding. Bilmaganimni sendan so'rayman ukam. Mush dükkanni akin eshikimiz tan ichib qoldi. Mihribanım hem güzelim can dadam Bağrım dadam